Assalomu alaykum. Hozir Makka Mukarramadaman, Haram Sharifdaman. Shu videoni qo'ydingiz, yoqdingiz. Men aynan sizni haqingizga birga duo qilmoqchiman. Amin deb turing. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antalloh la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zolimin. Alloh taolo sizni gunohlaringizni mag'firat qilsin. Alloh taolo sizni yanagi shu kunlargacha Baytullohga mehmon qilsin. Alloh taolo gunohlaringizni mag'firat qilib, kasalliklaringiz, bemorligingiz bo'lsa Alloh shifo bersin. Qarzlaringiz bo'lsa Alloh taolo najot bersin. Muammolaringizni hal qilsin. Agar farzand talabida bo'lsangiz, Alloh taolo solih farzand bersin. Farzandlaringizga Alloh taolo hidoyat, iymon, ilm bersin. Ota-onalaringiz hayot bo'lsa, umrlarini uzoq qilsin. Vafot qilganlari bo'lsa Alloh rahmatiga